Tadbirkorlikka noqonuniy aralashuvlarni cheklash bo'yicha mutlaqo yangi davr boshlanmoqda. Endi tadbirkor nazoratchining qurboni emas, balki jarayonning qonuniyligini tekshiruvchi faol ishtirokchisiga aylanadi. Bu o'zgarish bejizga emas. Shu paytgacha o'tkazilgan 148 mingdan ortiq tekshiruvlarning bor yo'g'i 15% elektron kitobga kirgizilgan, qolgan qismi esa yetarli raqamli iz qoldirmagan. Bu esa insofsiz tekshiruvchilar uchun qulay imkoniyat hisoblanadi. Tadbirkorlar uchun esa ortiqcha bosim va xavfni kuchaytirgan. Endi esa tartib butunlay o'zgarmoqda. Prezident farmoniga ko'ra 2026-yil 1-iyuldan yagona davlat nazorati axborot tizimi va uning mobil ilovasi yangi funksiya bilan ishlaydi. 2026-yil 1-avgustdan esa biznes himoya QR kodi orqali tekshiruvlar va nazorat tartibi hisoblanmaydigan muloqotlar ham majburiy tarzda ro'yxatga olinadi. Eng muhim yangilik biznes himoya QR kodi. Endi nazoratchi tadbirkor hududiga kelib, tekshiruv boshlashdan oldin ushbu QR kodni skaner qilishi va muloqotlarni tizimga kiritishi shart. Shunda tadbirkor darhol biladi, kim keldi, qanday asosda keldi, maxsus vakolati bormi, tekshiruv raqamlashtirilganmi yoki yo'q. Eng muhimi, har bir harakat raqamli iz qoldiradi. Farmonning eng muhim jihatlari shundaki, agar nazoratchi ma'lumotlarni tizimga kiritmagan bo'lsa, maxsus ruxsatnomasi bo'lmasa yoki QR kod orqali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, tadbirkor uni hududiga kiritmaslik va u bilan muloqot qilmaslikka haqli. Bu shunchaki tavsiya emas, bu tadbirkorlarning qonuniy himoya mexanizmi. Yana bir muhim tomoni, endi faqat tekshiruv emas, balki tekshiruv hisoblanmaydigan, lekin bosim keltirib chiqaradigan norasmiy muloqotlar ham nazoratga olinadi. Ya'ni kimdir shunchaki suhbat, chaqiruv, maslahat yoki ogohlantirish niqobi ostida kelsa ham, bu jarayon tizimda aks etishi kerak. Chunki biznesga eng katta zarar ba'zan jarima emas, balki aynan noaniq, asossiz va izsiz aralashuvlardan keladi. Endi insofsiz tekshiruvchilar uchun ham yangi davr boshlandi. Farmonga ko'ra, tekshiruv tartibini takroran buzgan mansabdor shaxslar insofsiz tekshiruvchilar reyestriga kiritiladi. Demak, qoidabuzar nazoratchi endi tizimdan tashqari qolmaydi, uning harakati ham qayd etiladi, ham baholanadi, ham oqibatsiz qolmaydi. Hurmatli tekshiruvchilar, biznesga qat'iy bosim emas, aniq qoida, shaffof tartib va halol munosabat kerak.